Mana bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan ajoyib mashina. Bu Mercedes emas, bu BMW emas, balki bu mashina. Buni kichikligini qarang. Mini mashina. Hatto Islombekdan ham bo'yi kichkina ekan bu mashina. Nomerlari ham bor ekan. Bir emas, ikkita. Bunga o'ttirish qanaqa bo'lar ekan? Ichida narsalar ham bor ekan. Stullargacha sig'ibdi ichida. Vau, ajoyib. Mahallamizni ko'rib qoldik. Endi o'zim olib ko'raman.